Bizga Opel Agila keldi. Bunda xullas problema bo'lgan problemasi bularning kalevol datchigi orqa tarafda turar ekan, внутренний granatani oldida. Внутренний granatani pinniga yorilib, mana hozir to'g'rilab qo'ydik. Pravadalarini kalevol datchigi pravadasini o'rab uzib yuborgan, mana shtekilgacha bo'lgan joyidan tayidan tortib uzilib ketgan. Shuni hisobiga mashina yurmay qolgan. 2-3 ustaga borgan, aybini topmagan. Bizga keldi, mana 2 kunda aybini topib, kompyuterlar qo'yish ko'rgan, kalevol datchiklar qo'yish ko'rgan, bo'lmagan. Oxiri o'zimiz mana prichinasini topib, o'zimiz qilyapmiz mana moshina qilib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga qayrilaverasizlar. O'zimiz chiroyli qilib o'tkazib beramiz.